Hozir bu nimadan bu setkalari? Bu setka somon setkasi. Somon setka. Somonni. Buni somon tepa olib bermaydi, hammasi zashtalari bor yonlarida. Zashtalari bor. Zashtalari bor. Endi hozir aralashtirib chiqarib beramiz. Hammasini aralashtiring, men yem ishlab chiqarishni ko'rsataman. Xo'p, bo'la. Zambayda bo'lib ketganda shunday bo'lgani ham. Qani bismillah. Yayib to'kavering. Ana, osh qilyapsiz-da endi bu chorva qo'ylariga, mollarga omiqda yem ham osh tayyorlayapsiz. Bittangiz endi tuzni ochib turing endi. Endi bu chorva sohasini sizdan o'tolmaymiz, baribir siz tushunasiz-ku. Biz temir sohasiga, chorva sohasi 200 gram tuzni olib keling endi tortib. 200 gram qo'shasiz xolos 10 kiloga. Hammasini qo'shaveraymi? Ha, 10 kilo yem. Bu makka. Makka. Ha, kepak. Solavering. Bunisi bug'doy. Bug'doy. Drabakadan chiqqani. Ana qarang, 6 kilo don, 4 kilo o't. Qalay bo'ldi? Endi arpa. Arpani ham bo'lish kerak. Arpa ham juda. Ana endi kuragimiz bor-a? Aralashtirgan. Endi 200 gram tuz yetadi ustiga tashlang. Qo'lda aralashtirib Mana bu 10 kilo yem bo'ldi uka. Qarang. 10 kilo yem. Demak, bir kuniga bitta qo'yga 1 kilodan beradigan bo'lsangiz, 10 ta qo'yga 1 kunlik yem bo'ldi. Tayyor. Bu oshqozonda turgandan keyin zo'r to'yimli yem bo'ldi bu. Lekin bir mahaliga 1 kilodan solsangiz bo'kadi. Ertamatan 300 gram, har 8 soatda 300 gramdan qilib yangi baqayotganga berasiz. Mana shu yemda. Har 8 soatda 300 gramdan 24 soat ichida 3 mahal berasiz. 10 ta qo'yga yem bu. Mana, Ne'matjon, ko'rdingizmi omiqda yemimiz qanaqa zo'r bo'ldi, aralashma. Demak, bu yemga sabab bo'kmaydi. Tushundingizmi? 10 ta qo'yga 1 kunlik yemi 300 gramdan 3 mahal beriladi. Yangi endaligi yangi yemga tashalgan qo'yga agar yeb kelgan qo'y bo'lsa, unga yarim kilodan berasiz. 1,5 kilo berasiz. Yarim kilodan 1,5 kilo. Qarang. Mana shunda qo'qmay beraverasizki, bo'kmaydi mana. Tuzi ham hamma yo'g'i bu. Hozir vitaminlarni ham qo'yib o'taman, vitamin ham qo'shish kerak bunga. Ishtahasini ochgani, so'riltirgani, iloji bo'lsa yog' o'rniga kunjara, chigitlar qo'shilsa, yog'iga juda ham yana ham zo'r bo'ladi. Qanaqa suv ichadi.